Davlat xizmatlaridan foydalanish to'lov miqdorlarini aholi foydalanuvchilar tomonidan adolatli deb hisoblanadimi? Davlat xizmatlaridan foydalanishda to'lov miqdorida Davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorlarda davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha ma'muriy reglamentlarda belgilangan to'lovlarni amalga oshirish belgilangan. Sohaga axborot kommunikatsiyalari texnologiyalarining keng va samarali joriy etilishi natijasida fuqarolarga davlat xizmatlari ko'rsatishda undiriladigan davlat bojlari yig'imlari va boshqa turdagi to'lovlar to'liq avtomatlashtirilgan to'lov kvitansiyalarida QR-kod tushirilgan holatda qog'ozlarda chop etiladi. Bundan tashqari fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida to'lovlarni elektron to'lovlar tizimlari orqali amalga oshirish ham yo'lga qo'yilgan. Bu esa fuqarolarning to'lovlarini amalga oshirishda ortiqcha vaqtlarni tejab qolish imkonini beradi. Zamonaviy dunyo tajribasidan ma'lumki, rivojlanishning yuksak cho'qqisiga intilayotgan har bir davlat avvalo jamiyatning barcha sohalarida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash zarur. Bu borada ilm-fan va ilg'or texnologiyalar yutuqlaridan barcha sohalarga tatbiq etish, tarmoqlarni raqobatbardosh elektron hukumat tizimi joriy etish muhim vazifadir. Har bir sohalarda bo'lgani singari pul bilan bog'liq masalalar, to'lov jarayonlari ham aniqlik, oshkoralik va shaffoflik kerak. Davlat xizmatlari ko'rsatishda to'lovlar haqida SMS xabar yuborishning joriy qilinishi aholiga yengillik berish bilan birga tizimga nisbatan ishonchni ham oshirdi. Hozirda davlat xizmatlari ko'rsatishning har bir bosqichida to'langan pul mablag'lari haqidagi ma'lumot murojaat mualliflarining telefon raqamlariga SMS xabar tarzida kelib turadi. Davlat xizmatlarini olish uchun O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yagona portal orqali murojaat etganda davlat boji yig'imlari va boshqa to'lovlar markazlar orqali yoki bevosita xizmat ko'rsatuvchi organlarga murojaat etganga to'lanadigan summadan 90% miqdorida to'lanadi. Yagona portal orqali ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari uchun davlat bojlari va yig'imlarining O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzurida Davlat xizmatlari agentligi byudjetdan tashqari jamg'armasiga yo'naltirilgan qismi 20% dan 10% ga kamaytirildi. Bo'shaydigan mablag'lar qolgan oluvchilar orasida mutanosib ravishda taqsimlanadi. So'nggi 2 yil mobaynida nechta yangi davlat xizmatlari joriy etildi? O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 2023-yil 27-oktyabrdagi 14-son qaroriga asosan 886 ta turdagi davlat xizmatlarida yagona reyestrga kiritildi. Mazkur ro'yxatga kiritilgan davlat xizmatlaridan 2025-yilning 1-avgust holatiga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 778 ta va adliya bo'limlari davlat xizmatlari markazlari tomonidan 272 ta davlat xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi respublikamizdagi boshqa vazirliklar hamda idoralar bilan hamkorlikda davlat xizmatlari ko'rsatish sonini oshirish bo'yicha doimiy ravishda amaliy ishlar olib borilmoqda. Kompozit xizmatlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni 20-aprel 2022-yildagi davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini rivojlantirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 113-son farmoniga davlat organlarining tashabbusi, asosiy proaktiv davlat xizmatlari hamda bitta so'rov bo'yicha o'zaro bog'liq kompozit davlat xizmatlarini ko'rsatish amaliyotini kengaytirish ko'zda tutilgan. Davlat xizmatlarini ko'rsatishda yangi shakllar joriy qilinishi natijasida 17 ta davlat xizmatini kompozit tarzda ko'rsatish yo'lga qo'yish belgilangan. Jumladan, tug'ilganlik qayd etish, o'lim qayd etish, avtomobil transport yo'lovchilarini va yuklarini xalqaro yo'nalishlar bo'yicha tashishga litsenziya olish, o'zini o'zi band qilgan shaxslar sifatida ro'yxatdan o'tish, qurilish-montaj ishlarini tugallangan obyektlar foydalanish uchun ruxsatnoma berish va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish shu kabilardir. E'tiborlaringiz uchun rahmat.